21 bab. Bu işlardan keyin Hazreti İsa Tiberiya ko'lining bo'yida shogirdlariga yana bir qitim ko'rindi. Bu qitimki ko'rinishining jarayoni mundaq bo'ldi. Simon Petrus, qo'shkizak deb otilgan Thomas, Galilidagi Kanaliq Natanyel, Zebediyning o'g'illari va boshqa ikki shogird birga edi. Simon Petrus: "Men beliq tutqili boraman", dedi. Ko'pchilik: "Bizmi sen bilan birga boramiz", deyishdi. Ular tashqariga chiqib, kemaga o'tirdi. Lekin kechacha hech narsa tutolmadi. Tong otganda Hazrati İsa suv bo'yida turadi. Biroq shogirdlar uning Hazrati İsa ekanligini bilmadi. Hazrati İsa: "Bolalar, sizlarda beliq yo'qmi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob berdi ular. "To'rni kemining o'ng tarafiga tashlanglar, ondan tutolaysizlar", dedi Hazrati İsa. Ular to'rni shu yoqqa tashlab, shundoq ko'p beliq tutdiki, hatto to'rni tatib chiqara olmay qoldi. Hazrati İsa'ning yaxshi ko'rgan shogirdi Petrusga: "Bu Rabbimizg'u", dedi. Simon Petrus uning Hazrati İsa ekanligini anglab, selivatgan chopunini kiyib suv sakridi. Qog'onlar qirg'oqdan ancha yiroq emas, taxminan 100 metrcha yiroqlikda bo'lib, beliq bilan to'lgan to'rni kema bilan tatib qirg'oqqa keldi. Ular qirg'oqqa chiqqanda, yog'och ko'mirdan yiqilgan ustida beliq bor gulxonni va nonni ko'rdi. Hazrati İsa: "Endi tutgan belig'inglardan akilinglar", dedi. Simon Petrus kemaga chiqib, to'rni qirg'oqqa tatib chiqadi. To'r cho'ng beliqlar bilan to'lgan bo'lib, jami 153 beliq bor edi. Beliq shuncha ko'p bo'lsa-mu, to'r yirtilmagan edi. Hazrati İsa: "Kelinglar, tamoq yenglar", dedi. Shogirdlarning ichida birarisi uningdan "Siz kim bo'lasiz?" deb so'rashqa petin olmadi. Chunki ular uning o'zlarining Rabbi ekanligini bildi. Hazrati İsa non bilan beliqni akilib, ularga berdi. Mana bu Hazrati İsa'ning o'lgandan keyin tirilib, shogirdlarga 3-chi qitimqi ko'rinishi edi. Tamoqdan keyin Hazrati İsa Simon Petrus'dan: "Yuhanna o'g'li Simon, sen meni buladimmi cho'nqur so'yamsan?" deb so'radi. "Shundoq Rabbim, mening sizni so'ydiganligimni siz bilasiz", dedi Petrus. Hazrati İsa uningga: "Undaqda qo'zlarimni o'tlat", dedi. Ikkinchi qitim yana uningdan: "Yuhanna o'g'li Simon, meni so'yamsan?" deb so'radi. Petrus yana: "Shundoq Rabbim, mening sizni so'ydiganligimni bilasiz", dedi. Hazrati İsa uningga: "Undaqda qo'ylarimni boq", dedi. Uchinchi qitim yana: "Yuhanna o'g'li Simon, meni so'yamsan?" deb so'radi. Petrus Hazrati İsa'ning bu savolni 3 qitim so'rganligiga ko'ngli bir qisma bo'lib: "Rabbim, siz hammani bilasiz, sizni so'ydiganligimni bilasiz", dedi. Hazrati İsa uningga: "Undaqda qo'ylarimni o'tlat. Bilib qo'yg'inki, yosh vaqtingda o'z belbig'ingni o'zing bog'lab, xolgan yeringga ketatding. Lekin yashanganda qo'llaringni uzitib bersan, boshqalar seni bog'lab, sen xolmaydigan yerga elib ketidi", dedi. Hazrati İsa bu so'zni Petrusning qandoq o'lish orqali Xudoga shon sharaf keltirilganligini bildirish uchun aytdi. Ondan uningga yana: "Manga agishiva", dedi.
Petrus kayniga burilib, Hazreti Aysoning yaxshi ko'radigan shogirdining agishib kelayotganligini ko'rdi. Bu Hazreti Aysoning oxirgi kechlik tamig'ida uningga yaqin o'ltirib, "Hey Rabbim, sizni tutib bermoqchi bo'lgan kimdi?" deb so'ragan shogird edi. Petrus uni ko'rib, Hazreti Aysodan, "Hey Rabbim, bu odam kelgusida qandoq bo'la?" deb so'rdi. "Agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam, buning sen bilan nima munosabati bor? Manga agishiva", dedi Hazreti Ayso uningga. Buning bilan qarindoshlar orasida helqi shogirdning o'lmaydiganligiga doir gap tarqaldi. Lekin Hazreti Ayso Petrusga u o'lmaydi demagan edi. Faqat agar men qaytib kelguncha uning hayot bo'lishini xohlasam, buning sen bilan nima munosabati bor degan edi. Bu ishlarga guvohlik berguvchi hamda bu ishlarni xotirlaguvchi ana shu shogirddir. Bizmi bilamizki, uning guvohligi haqdir. Hazreti Ayso bulardan boshqa nurg'un ishlarni qilgan edi. Agar ularning hammasi ayrim-ayrim yozilgan bo'lsa, meningcha kitoblar butun dunyoga sig'maydi.